Assalomu alaykum aziz quvvatlilar, kanalimiz a'zolari. Quva tumani Taxtako'prikda, ya'ni 17-maktabda oldin kirganda ushbu 4 sotiylik uyimiz sotiladi. 4 xona uyi bor. Bu yerda xudo xolasa svet, suv, gaz yo'q, lekin eskiroq uy, lekin yashasa bo'laveradi. Bu uyni yarmini bo'lingan, devor qilib o'ralgan. Orqa tomonda hamma sharoitlari bor. Xonalar ichini ko'ramiz. Kelavering. Uyda remont yaxshi holatda. Men uyni atroflarini ko'rsatayım mana. Bu teraskasi va bu yerda bitta xona bor. Mana ko'rib turibsizlar. Uyimiz patologlar ham shu eski, oldingi patologlar. Bu yerda mana ikkinchi xonamiz. Xonadonimiz mana bu 3-xonamiz va bu yerda orqa tomonda chiqib ketish xotlari bor. Yuravering. Bu yerda огородlari, hojatxona, tandir o'choqlariga sharoitlar qilib qo'yishgan. Bu yerda mana narezdagi tandirlar bor, o'choqlari bor, hojatxonasi bor, kichkinagina огорodi bor. Bu yerda o'zlariga moslab uy qilsalar bo'ladi. Narxi lekin arzon narxi. Narxiga kelsak arzon. Bu narxga dom ham bermaydi. 2 xona ham bermaydi bu narxga, xudo xolasa. Ushbu uyimizni ko'rib turibsizlar, faqat bitta aybi mashina kira olmaydi. Mashinani ko'chaga qo'yib qo'yasizlar. Shu uyni yarmi bo'lingan. Devorlar mana ko'rsating. Devorlar shu bo'lingan. Ushbu uyni narxini 20 mingdan o'tib beramiz. Ozgina kelishtirib beramiz. Telefon qilaverasizlar. O'zim kelishtirib beraman. Menga telefon qilasizlar. Sog' bo'linglar.